Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, al-vajd manzilatini boshlagan edik, davom etamiz. Al-vajd bu qalbda sun'iy emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u. Mana shu al-vajd deyiladi. Yana aytiladi, al-vajd qalbda chaqmoq kabi bir chaqnab, yoltirab, so'ngra tezda so'nib qoladigan his, shuur. Yana aytiladi, al-vajd bu qalbda paydo bo'ladigan muhabbat, ishq va ulug'lash kabi his-tuyg'ularning natijasidir. Misol, bir odam tor mahallada yashaydi. Tor mahalla, bir xonali uyi bor. Kun tushmaydi xonasiga, zak xonasi. Tor, havosi og'ir, shovqin suronli mahalla. Qo'yingki, yashagani sharoit juda ham qiyin. Bir necha yil yashadi, sabr qilib. Keyin shunaqa bir imkon bo'lib qoldi, boshqa bir joyga ko'chib o'tishlik. 4-5 xonali uy, xonalari yorug', keng, quyosh tushadi, havosi toza. Ko'chib 1 yil, 2 yil yashadi. Mana endi shu odam eski holatinga, eski xonangga qaytasanmi desa, tor ko'chadagi zak xonasiga qaytadimi? Qaytmaydi-da. Yana bitta misol. Bir odam birovni qo'lida ishlaydi. Ishi og'ir. 10 soat, 8 soat, 12 soat ishlayveradi. Ish rejimi yo'q. Xo'jayini xolagan paytda chaqirib ishga solaveradi. Oyligi ham shu zo'rg'a yetadi. Ish joyi tiqilinch, shovqin, chang, tutun, hokazo. Mana endi shu odam mana shu uzoq yil davomida shunaqa joyda ishlab turib, keyin tijorat qilishlikka, o'zi mustaqil ish yuritishlikka imkon bo'lib qoladi. Ish boshlaydi, mustaqil, ish yurishib ketadi. Katta daromad topadi. Endi o'zi xo'jayin. Qo'lida ishchisi bor. Xolagan paytda keladi, xolagan paytda kelmaydi. Ish vaqtini o'zi belgilaydi. O'ziga xon, o'ziga bey bo'lib qoldi. Endi aytingchi, shu odamga eski ishingga qaytasanmi desa, u nima deydi? Albatta ko'nmaydi. Endi agar inson haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, haqiqiy iymon keltirgan bo'lsa, haqiqiy ma'noda Allohga chinakamiga bog'langan bo'lsa, iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, eski holatiga qaytishlikni xohlaydimi? Avval kim bo'lgan edi? Kimlar orasida yashar edi? Nimalar bilan ovora edi? Nimalarni yeb ichib yurar edi? Atrofida qanaqa odamlar bor edi? U o'sha paytda uning atrofida bo'lgan odamlarda axloqi, muomalalari qanaqa edi? Suhbat mavzulari nima edi? Fahsh so'zlar, fahsh hazillar, tinimsiz g'iybatlar, haqoratlar, bir-biriga laqab qo'yish, kibr, egoizm, ikkiyuzlamachilik. Mana shunday odamlarning ichida yashab turib, keyin birdaniga tavba qilib, yaxshi odamlarning orasiga qaytib qolsa, Allohni tanigan, iymon e'tiqodli, axloqi go'zal, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'radigan odamlar, solih insonlar qatoriga. Endi aytingchi, eski ulfatlarning orasiga qaytishlikni xohlaydimi? Yo'q. Agar xohlasa-chi, aqlga sig'maydi bu ish. Shuning uchun hadisda aytildi, Alloh uni kufrdan saqlaganidan keyin, qutqargandan keyin yana kufrga qaytishlikni xuddi o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa, shu odam iymon halovatini totigan bo'ladi. Ko'ningiz totmayaptimi shu eski ulfatlaringizni? O'sha vechirinkalarda, o'sha diskotekalarda, o'sha restorandagi harom xarish majlislarda, o'sha ziyofatdagi qimorlarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Mana bu 3 ta narsa kimda bor bo'lsa, iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli hamma narsadan sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytib qolishligini xuddi o'tga tushishlikni yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Agar kimda mana shu 3 sifat bor bo'lsa, iymonni haqiqiy lazzatini, halovatini totib ko'ribdi.
Bu manzilatni ta'kidlaydigan oyatlar bor Qur'onda. Astagfirullah. Va rabatuna ala qulubihim. Biz ularning dillarini, iymonlarini quvvatlantirdik. Ana shu iymonning halovatini totib ko'rishdi. Al-vajd martabasini ko'rishdi. Al-vajdni totib ko'rishdi. Mana g'or egalari haqida nozil bo'lgan. Yosh yigitlar iymon e'tiqodni nimaligini tushunganidan keyin u zodagonlarda bolalar edi. Saroydagi huzur halovatlik maishatini tark qilib g'orga chiqib ketishdi. Nima uchun mana shunday zo'r hayotini tark qila oldi? Chunki iymonni nima ekanligini totib ko'rishdi. Birodarlar, biz aytaveramiz kalima keltirib musulmon bo'ldim deb. Lekin mana shu hisni, mana shu tuyg'uni totib ko'rganmizmi rosa kamiga? Haqiqiy iymonni halovat qanaqa bo'ladi? Mana tarixdan, bizni islomimizning shonli tarixidan ulug' insonlarni misollarni keltiramiz hayotidan. Ja'far ibn Abi Talib Mu'ta jangida bitta qo'lida bayroq, bitta qo'lida qilich jang qilyapti. Mushriklardan bittasi kelib, bayroq ushlagan qo'lini shartta uzib tashadi. Nima bo'ldi? Qo'li yerga uzilib tushdi. Qo'li yerga uzilib tushdi. Voydot qo'lim deb yiqilib oldimi? Shart qilichini tashadi-da, bayrog'ini ikkinchi qo'li bilan oldi. Ikkinchi qo'li bilan tutdi bayroqni. Ikkinchi zarba kelib, u qo'lini ham uzib tashadi. O'sha qo'lidan chopilganidan qolgan qismi bilan bayrog'ini olib, bag'riga bosib tikka ushab turdi, yiqitib yubormadi. Shu yerda bir nozik savol bor. Ja'far ibn Abi Talib ham odam bolasimi? Bunchalik og'riq, bunchalik azobni ko'tarishga sabab nima bo'ldi? Ikkita qo'lini chop tashyapti. U esa sobit turibdi. Ha, u ham odam bolasi, lekin uni bunday sobit turishligining sababi iymonning halovati. Allohning bayrog'ini ushlab turibdi-da, u tushirishi mumkin emas u. Yana bitta misol. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu. Quraysh mushriklari Badrda ko'rgan mag'lubiyatini alamini olish uchun bu sahobani Makka dan tashqariga olib chiqishdi, Tan'im degan joyga. 2 rakat namoz o'qishlikka izn so'radi u kishi qatlidan avval. Ruxsat berishdi. 2 rakat namozni o'qidi-da, namozini tugatib aytdiki, Alloh haqqi, agar senlar meni o'limdan qo'rqyapti deyishmaganingda, yana ham uzoqroq o'qirdim namozni dedi. Uni azoblab, tanasidan go'shini kesib, parcha-parcha qilib olishib, aytardiki, Abu Sufyon shu ishni qilib, hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib sallallohu alayhi vasallam, sen o'zingni ahli oilang orasida bo'lishni xohlarmiding? Bunaqa holatda har qanday odam jonini saqlab qolish uchun, azobdan qutulish uchun har narsaga tayyor bo'ladi. Lekin bu sahoba nima dedi? Vallohi dedi. Agar Rasulullohga o'tirgan joyda bitta tikan sanchiladigan bo'lsa ham, ahlim va bolalarim orasida bo'lib, dunyoni ofiyatida turishni istamayman. Ya'ni meni qiymalab tashlasang tashaki, lekin Rasulullohga bitta tikan kirmasin. U sahobani mana shunday maqomga ko'tarilishiga nima sabab bo'ldi? Muhammad alayhisolamga kofir bo'lishdan nima to'sdi? Javob iymon halovati. Al-vajd shuuri. Biz buni eshityapmiz, aqlimizga sig'maydi-da. Ikkala qo'lini chop tashlasa tikka turibdi. Dod demayapti, baqirmayapti. Uhuddan keyin sahobiya ayollardan As-Sumayra bint Qays Uhud g'azotida otasi shahid bo'lgani xabari keldi. Rasulullohga nima bo'ldi deb so'radi. Akasini shahid bo'lgani xabari keldi. U ayol yana Rasulullohga nima bo'ldi dedi. O'g'lini shahid bo'lganligi xabari keldi. Rasulullohga nima bo'ldi dedi. Qarang, bir ayolni bir kunda ham otasi, ham akasi, ham bolasi, ham erini o'limi haqida xabar kelishi uchun 1000 yil o'tish kerak. Bitta jangda o'ziga qarashli 4 ta erkakdan ajrayapti. Otasi, akasi, o'g'li, eri. Mana shunday musibatni ustida turib, Rasulullohga nima bo'ldi deyapti. U zot salomatmi? Bu ayolni bu maqomda turishiga sabab nima? Iymon halovati.
Bu ulug' zotlar tomonidan sodir bo'lgan bunaqa holatlar aqllar lol qolmay iloji yo'q uni eshitib turib. Albatta bularning bariga sabab nima edi? Iymon halovati. Tasavvur qiling bir odamni. Bir haftalik umringiz qolibdi deb eshitdi. Og'ir kasal, bemor, bir haftalik umringiz qolibdi dedi. Qanaqa holatga tushadi? Bir kunda 10 kilo ozib ketadi unaqa odam. Dod soladi, dod deydi, tushkunlikka tushadi, rangi sarg'ayib ketadi, hushidan ketib qoladi, birdaniga ozib ketadi. Lekin iymon halovatini totgan odamga aytilsa-chi, Alloh taqdir qilgan umrni ko'raman deydi. Bir kun baribir shu kun o'lim keladigan narsa. Allohning huzuriga borishimiz haq deydi, ya'ni ibodati zikrida makkan bo'ladi. Robiya radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang maydonidan Robiya radhiyallohu anhuni xabarini olib kelishni buyurdilar. Sahobalar istab yurishibdi. Shahidlar orasida yotganligini bir sahoba topdi. U Robiya radhiyallohu anhu nafas olayotgan ekan. Bu yerga kelgan sahobiy unga qarab, Rasululloh menga sizni xabaringizni bilib kelishni buyurdi. Siz tiriklar orasidamisiz yo mayyitlar orasidamisiz? U kishi men mayyitlar orasidaman. Rasulullohga mendan salom yetkazing. Va u zotning sahobalariga ayting. Agar sizlarda oranglarda ko'zini qimirlatishlikka qodir kishi bo'lib turib, Rasulullohni himoya qilmasanglar, Rasulullohga biron aziyat yetadigan bo'lsa, sizlar uchun Allohning huzurida uzr qolmaydi. Chunki ansorlar payg'ambarimizga sizni himoya qilamiz deb va'da berishgan edi. Qilich ko'tarishga emas, tikka turishga emas, ko'zini qimirlatishlikka bitta odamning quvvati yetib turib, Rasulullohni himoya qilmasa, Rasulullohni yolg'iz tashab qo'ysa, Allohning oldida uzr yo'q. Qarang, bu sahoba qanaqa holatda? Dunyoni tark qilayotgan holat. Oilasini, bolasini ham yo'dan ajralyapti. Bu dunyodagi bor narsasidan ajraladigan holatda turib, xotirjamlikni ko'ring, saodatni ko'ring. Bu saodatni cho'qqisi. Bunga sabab nima? Iymon halovati. Vallohi, agar banda iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, Allohga qasam, u uchun bu dunyoning tuprog'i ham, oltini ham barobar bo'lib qoladi. Biz aytibla qo'yapmiz al-vajd martabasida. Iymonni ta'mi, iymonni halovati deyapmiz. Mana bularni mana shunday bir inson bo'lib, mana shunday bir qahramonliklarga qodir bo'lishiga sabab nima bo'ldi? Iymon halovati. Bizda ham bo'lib qoladi, ora tushiradi. Ko'zimizga yosh keladi, qalblarimiz boshqacha bo'lib qoladi. Hali yig'lab o'zimizni tiyib olganimizdan keyin qarasak boshqa odammiz, bilasizmi? Umraga borganlar, hajga borganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning Ravza-i Sharifini ziyoratiga borib salom bergani kirib ketayotgan paytingizni eslang-da. Rasulullohning ali bobi salom eshigidan kirib kelasiz. Chop tomonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabri, Abu Bakr Siddiqning, Umar ibn-Xattobning qabrlari. Assalomu alayka ya Rasululloh degan paytingizni eslang-da birinchi marta. Bu dunyodan uzilganmisizlar? Boshqa dunyoga kirib qolgan bo'lganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini bir ko'rinishi. Tashqariga chiqqaningizdan keyin siz boshqa odam bo'lgansiz. Bilasizmi? Eslayapsizlar shu tuyg'uni? Ka'ba-i muazzamani birinchi marta ko'rganinglarda eslaylar qanaqa holatga tushgansizlar? Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? O'zingizlarni unutib qo'yganmisizlar? Ana shu iymonning halovatini totigan lahzangiz. Firavun sehrgarlari. Bu sehrgarlar Musa alayhisalomni mag'lub qilish uchun Firavunni chaqirig'iga labbay deb kelishgan edi. Agar g'olib bo'lsa, Firavun tomonidan juda katta mukofot va'da qilingan edi. Sizlar meni yaqinlarim bo'lasizlar degan edi. Mana endi Musa alayhisalomga ular sehrlarni ko'rsatishdi, hassalarni, tayoqlarni, iplarini tashashdi.
Ularniki sehr edi, ular bilishar edi. Faqat odamlarning ko'ziga sehr qilishdi. Tashagan narsalari o'z holicha turuvdi. Endi Musa alayhissalom asosini tashladi. U rosakam ilonga aylandi, bitta-bitta yutib tashladi bu yerga tashlagan narsalarini. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Alloh taolo shunday qildiki, sehrgarlar shunday sajda qilishdi Musa alayhissalomning ko'rsatgan mo'jizasiga. Firavun nima dedi? Astagfirullah. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Sizlar hali men izn bermasdan turib unga iymon keltirasizlarmi? Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Bu sizlarga sehr o'rgatgan kattalar ekan dedi Musa alayhissalomni. Orqasidan tahdid qildi. Fala uqatti anna aydiyakum va arjulakum min xilaf va la usallibannakum fi juzu'in nakhl va la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban va abqa. Firavun qo'rqityapti. Bas endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama-qarshisiga kesurman. Ya'ni o'ng chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Ya'ni qarama-qarshisiga kesaman. Va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimizning, ya'ni meningmi yo Musoningmi xudosi azobi qattiqroq va uzunroq ekanini bilib olursiz. Qo'lingdan kelganini qil deydi. Biz Robbil alamiga iymon keltirdik deydi. Mana shunday azobda oldida ularning sobit turishiga sabab nima edi? Iymon halovati edi. Siz xo'p deb qo'ysangiz $10,000 foyda turibdi. Yolg'on gapingiz. Yoki siz prosta rozi bo'lib indamay tursangiz bir $20,000 foyda keladi sizga. Siz nima deysiz? Yo'q, bu harom deysiz. Menga kerak emas bu pul deysiz. Desiz, nariyog'ingizda turgan odam qarshisida jinni bo'lib qoladi. $20,000 dan voz kechib yordi-ya. Nimaga u tushunmayapti? Siz iymon halovati, iymonning quvvati bilan aytyapsiz-da. Koreyadan mashina olganman deyapti. Mashina cho'kkan mashina ekan, suvga tushgan. Endi olib kelib, hamma shu provodkalarni yangi qo'yganmiz. Endi sotyatib turib, shuni cho'kkanini aytishim kerakmi, kerak emasmi deyapti. Haligi halol savdo va baraka degan darslarimizda shunaqa joy o'tgan. Molning aybini xaridor so'ramasa ham aytib sotishingiz kerak. Agar halol bo'lishini xohlasangiz, baraka topishni xohlasangiz. Oho, unda voshi shunaqa. O'shuning uchun baraka yo'qda sizda. O'shuning uchun 10 ta konteyner olib kelsangiz ham problemangiz tugamayapti. 100 ta konteyner olib kelsangiz ham hayotingizda osudalik yo'q. U sotayotgan odam aybini aytish emas. Ahmad Mahmudga sotyaptimi mashinani? 3-odam turibdi. Ahmad Mahmudga mashinani sotyapti, Mahmud so'ramayapti aybini. So'ramasa ham Ahmad aytish kerak. Endi u so'ramayapti, bu aytmayapti. 3-odam turibdi. 3-odam biladi mashinani aybini. Agar shu aytib qo'ymasa ham gunohkor bo'ladi. Biz qanday yoqasini olamiz buni? O'shuning uchun baraka yo'q, birodarlar. Mana Ahmad agar iymon halovatini totib ko'rgan bo'lsa, al-vajd degan martabaga ko'tarilgan bo'lsa, aytadiki, Alloh bugun taqdir qilgan bo'lsa, shu odam mashinamni oladi. Rost gapirsam ham, yolg'on gapirsam ham. Olmadi. O'lib ket, gunohkor bo'lding. Agar yozgan bo'lsa, yolg'on aybini aytsang ham oladi. O'ynamagin seni yolg'oning sotadi o mashinani deb. Ma'qulmi? Mashina purishlar bir daniga katta pulga kidali bo'lib ketsanglar, bir daniga mashinalar karshga chiqib qolsa yoki yo'lda kelayotib konteyner suvga cho'kib ketgan bo'lsa, anna hada qayoqdan keldi bu narsa bizning boshimizga demang. Qul huwa min indi anfusikum dedi Alloh. Bu o'zingizlar qilgan ishni kasofatidan keldi deydi. Mumkin emas. Mumkin emas, mumkin emas. Nima? Taqvo qilib zarar qilishing mumkin emas. Fosiqlik qilib foyda qilishing mumkin emas. Taqvo qilib zarar bo'lganga o'xshab ko'rinyapti boshida, lekin oqibati foyda bo'ladi. Fisq fujur qilib yolg'on gapirib foyda qilganga o'xshayapsiz boshida, lekin oxirida bir joydan teshib chiqadi. Buni iymon halovatini totib ko'rgan odam biladi va shunga amal qiladi. O'shuning uchun hammaga qarshi tura oladi-da u.
menga bo'lmaydi deydi. Malika Bilqis, mana Sulaymon alayhisalom qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Saba mamlakatining malikasi Sulaymon alayhisalomga iymon keltiradi. Birdaniga o'zini mulkidan, saltanatidan voz kechadi. Nima sababdan? Saba mamlakati kuchli bo'ladi, armiyasi ham kuchli, o'zi ham boy mamlakat bo'ladi. Lekin Sulaymon alayhisalom oldiga kelib, Sulaymon alayhisalomning kimligini bilganidan keyin darrov mol mulkidan, saltanatidan voz kechadi. Nima sabab? Iymon halovatini totib ko'rganligi sabab. Astaydu billah. Qila laha udkhulis sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga saroyga kirgin deyildi. Endi qachoniki u saroyni ko'rgach, uni suv, to'lqin deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon alayhisalom aytdi, bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Saroyni poli shishadan edi. Tagida suv oqayotgan edi. Bunaqa shisha polni ko'rmagan edi Bilqis. Shunaqa bir qudratli mamlakatning malikasi o'zi ham. Poli suv ekan deb turib, etigini ko'tarib, oyog'ini ochganida Sulaymon alayhisalom aytibdi, bu oynadan yasalgan baland qasr dedi. Shunda nima dedi malika? Qolat Robbi inni zalamtu nafsi va aslamtu ma'a Sulaymana lillahi robbil alamin. Parvardigorim, dar haqiqat men quyoshga sig'inish bilan jonimga jabr qilibman. Endi Sulaymon bilan birga barcha olamlarning hojasi Allohga bo'yin sundim. Iymonning nimaligini bilganidan keyin, iymonning halovatini totib ko'rgandan keyin juda katta saltanatdan osonlik bilan voz kechib yuboryapti. Siz u bitta mashinani savdosidan voz kechyapsiz, yolg'on gapirmay. Bir konteyner mashinani foydasidan voz kechyapsiz. Iymonning halovatini totib ko'rganingizdan keyin. Bu katta narsa emas ekan unchalik. Malika o'zining saltanatidan voz kechyapti. Ha, agar inson iymon halovatini totib ko'rsa, bunaqa ishlar uchun juda ham oson bo'lib qoladi. Maktabda tushgan pulini ham yemaydi. Mansabdor odam bo'lsa, el yurtni pulini ham yemaydi. Bo'lmasa uchkasini ham vergulini bitta olib qo'ysa, 1100 bo'lib qoladi-da, 900 cho'ntakka urib qo'yaveradi. Va shu bilan yutdim deb o'ylaydi. O'zi aslida teshib chiqadi. Qaranglar-da, o'shaqa haromiyat bilan boygan, harom savdo bilan, yolg'on bilan, el yurtni, mamlakatda pulini o'zlashtirish bilan boygan odamlarda oqibati nima bo'layotganini qaranglar-da. O'sha biz birinchi seriyasiga qaraymiz-da zo'r bo'lib yurganini, keyin birdaniga yo'qolib ketadi. Ha, u yerda esimizga kelmaydi, u yerga qaramaymiz. O'shuning uchun yutdi-da shu deb qo'yasiz. Mana hozir Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. La'anallohu man g'ayyara manaral ard. Yerning chegaralarini o'zgartirganga Allohning la'nati bo'lsin degan ekanlar Rasululloh. 2 metrga rishotka qo'yadi, keyin tiqqa tunka bilan to'sib oladi. 5 oy o'tgandan keyin qish bilan urib oladi. Nima qilasan? O'sha 2 metrda o'zingniki qilib olib ha? O'sha mahallani, o'sha elni, ko'chani haqqiydi o'sha. O'shuning uchun ko'chaga chiqib olganlar, payg'ambarimizning hadisini eshitib qo'yinglar. Yerning chegarasini, manorlarini o'zgartirganga Allohning la'nati bo'lsin. Qarg'ish Muhammad alayhisalomdan. Otesh chiqib olgan bo'lsa, bilasiz-a, kirgizing, qarg'ish tugasin. O'shuning uchun baraka yo'q o'sha hovlida. O'shuning uchun topganida hech bir baraka yo'q. Doim muammo, doim oilada janjal, doim kasal, doim kelishmovchilik. Tushunyapsizlarmi? Bu o'sha chiqib olgan paytda bilmagan mayli endi Alloh kechirsin. O'shalar yelkasida turibdi shuni gunohi. Endi hamma chiqayotganda bir qo'shni chiqmay turibdi. Hamma 3 metrdan qo'shib olganda bitta xona qolib qoldi. U maza qilyapti u. Hamma chiqib maza qilayotganda u chiqmay maza qilyapti. Chunki la'natdan qutulyapti-da bu. Agar inson iymon halovatini totib ko'rsa, u uchun bunaqa ishlar juda ham oson bo'lib qoladi. Aqllarga sig'maydigan ishlarni yengillik bilan qiladigan bo'lib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar:
Zaqa ta'mal iman man radiya billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam rasulan. Rasululloh aytadilar, iymon ta'mini totib ko'ribdi. Kim? Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni rasul deb rozi bo'lgan kimsa. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.